Havlasi ketdi. Shogird ventilyatorda yoqqani, har yili shu ahvol. Ventilyator ustiga doim shogirdlar tortishadi. Sen yoqqasan demadi. Shogirdlar jonini xatarga qo'yib, ventilyatorda yoqdi mana. Buni qaranglar, bunaqa qilib ulash uchun qanaqa elektrik bo'lishi kerak. Endi avtomatda o'chirsa bo'ladi, svet o'chirsa hamma joy o'chadi mana. Ventilyatorcha yoqdik. Endi buni o'chirasizlar. Domlazni kuyinglar ekanlarsiz. Ketdi. Yana ham ana endi buni qo'rqmasdan non-pon tishlaysanmi? Ehtiyot bo'l. Qani shuni o'chir, qani agar shuni o'chirsang, usta bo'lgan bo'lasan. Faqat elektrikni so'kma. Ehtiyot bo'l. Buni qaranglar. Kulgim kelib tushib nolga qo'y sekin. Malades, ana o'chdi ventilyator. Shunaqa elektrik tashlarga jo'natib qo'yinglar mana bu videoni. Ulanganiga qaranglar buni. Yana namozni kuynaysizlarmi yoqishga? Yo'q. Malades shogirdlar, gap yo'q. Qo'rqmadingmi? Yo'q. Malades shogirdchilar. Har yil shu ahvolda havo issisa yoqamiz, havo salqin bo'lsa ham meni chiqib bir kishi o'chiradi. Shunaqa elektriklarga tashlab qo'yinglar, shunaqa elektriklar videoni tagiga belgilayman. Mana shunaqa ulash uchun necha yil qira o'qish kerak, yo qira ishlash kerak.